Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Dilmurodjon Matmusayev xonadoniga kelganmiz. Sizlarga o'sha insonni eski retro qo'shiqlarini birgalikda tanishtirib o'tamiz. Dahshat qo'shiqlarni bugun birgalikda sekin-sekin bir boshdan obzor qilamiz. Ketdik. O, eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Hozir biz muxlislar talablariga binoan sizni bir eski retro qo'shiqlaringizni obzor qilishga kelgandik. Aka, bu o'sha davrdagi klavish mahalligi? Ha, o'sha haligi trenddagi dunyo tanigan qo'shiqlarni hit qilgan klavishmi mana shu? Albatta. Gap yo'q. Bugun mana shuni eshitamiz Xudo xolasa. Ataylab Germaniyadan oldirdik. Germaniyadan keldimi aka? Albatta. Gap so'z yo'q. Ammo holati yaxshi saqlangan ekan. Bu adashmasam, где-то 2000-yil, 95-yillarda ishlatilgan instrument, to'g'rimi? Gap so'z yo'q. Bu nomi nima buni aka? Yamaha PCR 730. Yamaha 730 degan klavishimiz o'sha davrda hit klavishlari mana shu bo'ladi. Gap so'z yo'q aka. Aynan Germaniyadan kelgan bo'lsa, qo'yadi. Do'stlar, qadrdonlar, aynan Dilmurodjon Matmusayevni butun dunyoga tanitgan qo'shiqlari mana shu klavishda zapis qilingan. Hozir bir boshdan har bittasini aynan muxlislarimizga yoqadigan barcha qo'shiqlarni ketma-ketlikda, ya'ni aynan O'zbekistonimizni manaman degan mashhur blogerlari bor. Mana shu blogerlar har xil vaynlarida, har xil roliklarida mana shu qo'shiqlarni ishlatilgan qo'shiqlarni birgalikda hozir bitta-bitta eshitamiz. Dilmurod aka, agar mumkin bo'lsa bir boshdan hammasini, ya'ni Dilam, Elmira, Guli, o'yna, eng asosiysi o'yna kiyo, Nargisda Lolo qo'shiqlarimiz Xudo xolasa, yana qaysi qo'shiqlar bor? Unda retro qo'shiqlar, unda yangi hozirgi zamonaviy qo'shiqlar bo'laveradi aka. Birinchi bo'lib, agar mumkin bo'lsa, hozir biz Jamol Insoxonovni eshitdik, eng trenddagi qo'shiqlardan bittasi. Yana bitta qo'shiq bor, hammani o'ynatgan. Hatto o'ruslarmi, yevreylarmi, boshqa millat vakillarimi farqi yo'q, hammaga yoqqan Guli qo'shig'ini bitta eshitaylik aka. Mumkinmi? O'sha ohangda. O'sha davrda muhitida Xudo xolasa. Aka gap yo'q. Janoriy men boru qanaqa bo'lar ekan? Borsam maza qilar ekanman. Baribir endi hozir barabarlar, klavishlar hozir ko'ryapsiz, живой saslarlar ko'payib ketgan. O'shanda bitta klavishni o'zida qanaqa chiqar ekan deb kelgandim. Aka, boshlanishi yomon emas, to'g'risi men maza qilyapman. Mumkin bo'lsa davom etamiz. Yana haligi internetlarda mashhur blogerlarimiz ishlatadigan qo'shiqlar bor, bilsangiz. Siznikini ishlatasiz, siz yaxshi bilasiz bu narsani. Bilsangiz ishim noo'rin. Agar mumkin bo'lsa, ana shu qo'shiqlardan ham ikkita uchtasini ozgina parcha qilib, xuddi o'sha davrda aytganingizdek qilib aytib bering aka, bir maza qilaylik. Masalan, bu klavish ham o'ziga yarasha davri, o'ziga yarasha summasi-yu, lekin bu o'sha ohangda beradi. O'sha davrda eslatadi. Adashmasam akajon, u klavish PA5, O'zbekistonda kam sonli san'atkorlarimizda bor instrument. Narxi qimmat, $5000 adashmasam, men adashmayapman, $5000 u yoqda turadi, aziz do'stlar. Lekin bu $300. $300. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Instrumentni qimmat arzonligidan emas gap, aynan
mana shu instrumentni chalayotgan o'sha ishni mohirida hamma gap. 300 dollar bo'lsin, 5000 dollar bo'lsin, agar zo'r chalsa, farqi yo'q, zo'r chiqaradi. Hozir keyingi aynan blogerlarimiz tomonidan ko'p ishlatiladigan hit qo'shiqlarni birgalikda живой, jonli tarzda eshitamiz ketdik. Sirasi shu joyda ketdik. Anor juda trendga chiqqan shularni bilamiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, sevib eshitgan qo'shiqlarimizdan Anor deyishdik. Dilmurod aka, men hali kelayotganimda yo'lda kommentariyalarni sekin kirib o'qib chiqdimda, asosan trenddagi qo'shiqlaringiz, mashhur blogerlar tomonidan, ya'ni Sayfullohni izlab ijodkorlari ishlagan qo'shiqlari bor-ku, aynan siz aytgan qo'shiqlarni videolariga oxiriga muzikalarni qo'yib, chiroyli qilib kelishtirishgan. Shu qo'shiqlaringiz orasida Anor qo'shig'i ham ancha trendga chiqqan. Agar mumkin bo'lsa, shu Anor qo'shig'ini ham bitta eshitsak akajon. Oh! Anor baby bolinam shabnam bolinam bolinam Anor baby bolinam shabnam bolinam baby bolinam rahmat. Yana shunaqa trenddagi qo'shig'ingiz bor, yaxshi bilamiz bu narsani. Aynan Elmira qo'shig'ini agar mumkin bo'lsa. Bu ham juda trendga chiqib ketgan. To'ylarda ayniqsa. Qani ketdik. Oh! Ha! Aka, to'g'risi bor-ku, badananim jimirlab ketyapti aka bu qo'shiqlardan. Chunki to'g'risi biz u davrda sizlar o'sha hitga chiqargan paytlaringizdagi qo'shiqlarni biz jonli ko'rmaganmiz, yosh bo'lganmiz. Hozir mana shu baxtga muyassar bo'lyapmiz aka. Shunchaki respekt gap bo'lishi mumkin emas. Men yozib kelganman-da qo'shiqlaringiz aka. Agar mumkin bo'lsa, keyingi qo'shiqlaringiz orasida aka yana bitta mashhur qo'shiqlaringiz bor. O'ynakiyo. Eng trenddagisi aka, hozirgi davrda ham trenddan tushgani yo'q. Manaman degan o'zbegim xonadoni borki, kuyovlarimiz borki, hammasini xonadonida aynan o'ynakiyo qo'shiqlarisiz to'y o'tmaydi. O'ynakiyoni bitta eshitaylik aka, originalini faqat. Bu ham to'ylari bor, yor shu qo'shiqqa o'xshab tarixda qoldi. Qoldi akajon. Bu hamma to'ylarda kuyovlar baribir davrada oshno jo'ra, o'rtada kuyov jo'ra. Aka, bu qo'shiq menimcha kamida bir 5-600 yil bizdan keyingi avlodlarda ham ishlatilsa kerak deb o'ylayman. Chunki mana qarang, ancha yil o'tib ketdi, lekin haligacha umuman zarracha bo'lsa ham qadrini, qimmatini yo'qotgani yo'q. Bitta eshitaylik aka. Albatta. Men kuyov bolaga aytaman. Albatta. Qani,
qo'shasan. Aytib! Qo'ydoqlar uylaninglar. To'yxonani to'ldirib, suymaganni suydirib, to'yxonani to'ldirib, suymaganni suydirib, boshqa xumon to'ldirib, o'yna kuyov o'yna, boshqa xumon to'ldirib, O'yna qo'ydoq, o'yna. o'yna kuyov o'yna, bugun to'yingda o'yna, o'yna kuyov o'yna, to'ylar muborak o'yna, oshiqlarni suydirib, o'yna kuyov o'yna, davralar to'ldirib, o'yna kuyov o'yna. Davrada oshna jo'ra, o'rtada kuyov to'ra, davrada oshna jo'ra, O'rtada kuyov to'ra. yurtimiz qanday zo'ra, o'yna kuyov o'yna, yurtimiz qanday zo'ra, o'yna kuyov o'yna, O'yna kuyov, o'yna. bugun to'yingda o'yna, o'yna kuyov o'yna, to'ylar muborak o'yna, oshiqlarni suydirib, o'yna kuyov o'yna, davralar to'ldirib, o'yna kuyov o'yna. Gap yo'q. Maza qilding. Akajon, men to'g'risi qo'shiqchilikka da'vogarligim yo'q, lekin bu qo'shiqlarni odam o'zi xohlasa, xohlamasa birgalikda jo'r bo'lib aytib, maza qilib o'ynaydi aka. Do'stlar, qadrdonlar, agar mana shu olingan jarayonda retro qo'shiqlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, aynan Instagram tarmog'imizda, YouTube tarmog'imizda plus yoki ha degan javoblar yozsalaring, biz ikkinchi qismini ham olishga harakat qilamiz. Yana xuddi shunaqangi dunyo tanigan qo'shiqlarni, retro qo'shiqlarni sizlarga taqdim etib boramiz. Endi agar mumkin bo'lsa, oxirgi bitta qo'shiqni so'ramoqchiman. Hozirgi davrda ham trendga chiqib ketgan bitta qo'shig'ingiz aynan lo 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 degan qo'shig'ingiz bitta eshitaylik aka. Shuni eshitmasdan ketmayman lekin. Nimada aytamiz? Ha, qimmatida. Bu Yangi instrumentlarda aynan kashf bo'lgan qo'shiq, demak 5000 dollarlik instrumentda lo 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 qo'shiqni birgalikda eshitamiz. Ketdik. lo 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 hamisha lo lo zida goli khubay mayori shiri lo lo lailo 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 hamisha lailo zada yodash bajoni hamisha vallo. Allohu akbar. Dostonbek, bizni xonadonga xush kelibsiz. Salomat bo'ling aka. Qadrli do'stlar, biz to'g'risi bunaqa jarayon bo'lishini kutmagandik. Biz Dilmot akam bilan shunchaki retro qo'shiqlarni birgalikda mehmon kuzatuvchilarimizga taqdim etmoqchi edik. Akam bizni mehmon qilyapti. Aka, salomat bo'ling. Mana shunaqa o'tirishlarimiz ko'p bo'lsin. Xudo xolasa. Qadrli do'stlarimizni, kuzatuvchilarimizni, o'zbegimizni xonadonidan to'ylar arimasin. Doimo xizmatda bo'lishingizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Bay. Osh o'ldirsa ham osh o'ldirsin deb. Voy. Do'stlar, kelaverasizlar. Maza qilib bosh yeymiz. Yoqimli ishtaha. Olinglarchi. Bay.